Hammaga assalomu alaykum. Yuborma o'z bo'yicha darslarimiz davom etadi. Bugungi darsimizda juda ham ko'p uchraydigan muammolardan biri Telegram guruhga sozlab qo'yasiz integratsiyani. Lit yuborganingizda, testga lit yuborgandami yoki bo'lmaganda formangizga lit tushsami, o'sha guruhga kelmaydi lit. Ya'ni nimadir xatolik sabab kelmay qoladi. Mana shu muammoni yechimi bilan ko'rib chiqamiz amaliy. Bu o'zi qarang, bu muammo nimadan bo'ladi? Mana qarang, birinchi o'rinda integratsiyani to'g'ri qilgan bo'lsangiz, mana bu yerda chat adinglarni adashmasdan o'sha guruhga yuborma bot to'g'ri qo'shgan bo'lsangiz, значит muammo sizni biznes menejeringizda. Hozir mana qarang. Bu yoqda mana bu formani yuborma o'zi bilan Telegram mana bu chat IDga Telegram guruhiga tushadigan qilib qo'yganman. Mana shu formaga tushadigan lidlarni mana shu guruhga tushadigan qilib integratsiya sozlaganman. Lekin mana bu yoqda qarang. Tak hozir test lid yuboraman. Mana shu travelxona degan sahifamga tegishli mana bu forma edi bu. Mana bu forma. Qarang, mana shu formaga test lid yuboraman hozir. Test lid yubordim. Mana hozir pending bo'lib turibdi. Yangilab yuboray. Tak, hozir. Xo'p, biz bu yoqda travelxonani sahifani ochishimiz kerak va mana bu formani tanlashimiz kerak. Mana qarang, bu yoqda mana bu ikkita ilovaga pending bo'lib turibdi, ya'ni yuborilgani yo'q. Kiradigan bo'lsak, mana Telegramga hech narsa kelmadi. Ya'ni o'sha biz sozlat qilgan lid, test lid kelmadi. Buni sababi nima? Birinchi sababi biznes menejeringizga o'tasiz, o'sha akkauntingizni tanlaysiz, undan keyin настройкasiga kiramiz. Biznes menejerda настройкasiga kiramiz. Bu yoqda o'zingizga polniy dostуп bormi yo'q? Mana bu yoqda men mana bu yerdaman. Mana full turibdi. Demak, hamma narsaga dostуп bor menda. Endi qarang, hamma narsaga dostуп bo'lgandan keyin sahifa degan bo'limga o'tasizda. Mana shu sahifaga o'zingizni qaytadan assign qilib yuboring. Tak, mana bu yoqda men buman. Mana shu yerda full access'ni yoqasiz. Mana full access'ni yoqqaningizda leads ochiq turibdi. Mana shu leadsni ham yoqib qo'yishingiz kerak. Yoqildi. Endi mana sahifaga leadlarga kirishga dostуп bor menda. Mana assignni bosaman. Undan keyingi qilinadigan ish, undan keyin yana bitta joyidan bo'lishi mumkin. Bu yerda bizda biznes menejer настройкаларida integratsiya degan bo'lim bor. Integratsiya degan joyda dostupga lead demak bo'ladi ruschalab, lead access degan joyi bor. Mana shu yerga kirsangiz ko'p holatda mana shu yerda lead access manager yonib qoladi. Bu nima degani? Buni vazifasi sizni sahifangizga tegishli bo'lgan leadlarni kimlar ola oladi, kimlar ola olmaydi, o'zi belgilab qo'ysangiz bo'ladi shuni. Xuddi shunaqa qaysi CRMlarga kirishga ruxsat berasiz, qaysi CRMlarga kirishga ruxsat bermaysiz, o'zingiz sozlasangiz bo'ladi buni. Mana misol uchun qarang, bu yoqda ammo CRM turibdi, Google Sheets turibdi, lekin yuboraman uz yo'q. Assign bosasizda mana bu yerda yuboraman uzni chaqirasiz. Mana yuboraman uz turibdi. Ulayman. Mana ulandi. Bittasi yangilab yuboramiz. Tak, endi qarang. Integratsiya tayyor. Tak, buni ham delete bosaman. Hozir o'chadi mana shu yuborilgan test lead. Endi qarang, create lead deb bosaman. Tak, lead qo'shildi. Bizga mana bu yerda Telegramda mana qarang, sirazi keldi. Demak, muammoni yechimi mana shu joydan bo'ladi, ikkita joydan bo'ladi. Lead Access Manager yonib qolgan, yuboraman o'ziga dostуп yo'q yoki sizda mana bu sahifa degan bo'limda leadlarga dostуп berilmagan. Shuning uchun siz o'sha leadlarni ola olmaysiz. Ya'ni bu yuboraman o'z tomonidan muammo emas, sizni biznes menejeringizdagi foydalanuvchilar o'rtasidagi huquqlar bo'yicha muammo. Mana shuni hal qilsangiz, leadlaringiz real vaqt rejimida Telegram guruhiga tushadi. Shu bilan dars tamom. Keyingi darslarda ko'rishguncha.